Assalomu alaykum barchaga. Attestatsiyada tushgan savollarimizni yechim qilishda davom etamiz. Demak, biz 20-masalaga kelib qoldik, misolga kelib qolgan edik. 20-misoldan davom etamiz. Xo'p, bizda berib qo'yibdi mana bu teskari funksiyalar va rad x ni berib qo'yibdi ekan. Biz topishimiz kerak f at x ni. Xo'p, birinchi qoidani aytib o'tadigan bo'lsam, deylik menda y teng kx plus 1 b funksiya berilgan bo'lsa, men buni teskarisini topishim uchun, ya'ni y minus 1 ni topishim uchun x va y larni o'rnini almashtirib qo'yib, qaytadan y ni topaman. Shunda teskarisi kelib chiqadi. Ya'ni bu funksiyamizning teskarisi bo'ladi bizda. Demak, x teng ky ning minus birinchisi plus b ga. Demak, y ning minus birinchisini topadigan bo'lsam, x minus b taqsim k ga teng bo'ladi. Mana teskari funksiyasi. Ana endi shu xossadan foydalanib, rad x ni bu yerga yozib olaman. Demak, rad x deganim menda teng ekan 7x plus 6 ga. Demak, teskarisini topamiz. Demak, x va rad x ni o'rnini almashtirib qo'yadigan bo'lsam, x teng bo'ladi 7 rad minus 1, ya'ni teskari x plus 6 ga. Shu yerdan rad teskari x ni topadigan bo'lsam, hosil bo'ladi x minus 6 taqsim 7 ga. Endi mana bu tenglikka o'tamiz. Demak, x ni o'rniga f at teskari x ni qo'ysam, menda 2x plus 3 ga teng ekan. Demak, rad teskari f at teskari x deganim, demak hosil bo'ladi f at teskari x minus 6 taqsim 7 ga. Demak, mana shu ifodamiz bizda teng ekan 2x plus 3 ga. Demak, men shu yerdan foydalanib f at ni teskarisini topib olaman. 7 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, demak f at teskari x minus 6 teng bo'ladi ekan. Demak, 14 x plus 21 ga. 6 ni o'tirib yuborsam, demak f at teskari x deganim hosil bo'ladi 14 x plus 27 ga. Demak, bu yerdan yana x va f at x ni o'rnini almashtirib qo'yaman. Demak, x teng bo'ladi 14 f at x kelib chiqadi bizda plus 27. Bu yerdan f at x ni topadigan bo'lsam, x minus 27 taqsim 14 ga teng bo'ladi ekan. Demak, mana f at x ni topdik. Demak, bizda javobimiz A javob bo'ladi ekan. Endi 21-misolimizga o'tamiz. 21-misolimizda nuqtalarni o'zim yozib olaman. Mana bu yer A nuqta, mana bu yer B nuqta, mana bu yer C, bu yer K, bu yer G, mana bu yer D nuqta. Ya'ni D. Misolimiz berishda bu yerni L deb qo'ygan ekan, bu yer L emas, u yer D ga teng. Demak, mana bu yer bilan mana bu yer teng, bu yer bilan bu yer teng ekan. Va bizda yuza berib qo'yibdi. GKS yuza, ya'ni mana bu yuzani berib qo'yibdi. Bu yuzamiz bizda teng ekan 8 ga. Va ADGK, ya'ni mana bu yuzani so'rab qo'yibdi bizdan. ADGK deganimiz mana bu yuza. Shu yerni topishimiz kerak ekan. Xo'p, buni topishim uchun men medianalar xossasidan foydalanaman. Ya'ni e'tibor bersak, bu yerda CD kesmamiz medianaga teng bo'lib turibdi va BK kesmamiz ham mediana va G nuqtamiz medianalar kesish nuqtasiga aylanib qolyapti. Ya'ni mana bu yerdan ham kesishtiradigan chiziq o'tirib borsam, ya'ni bu ham medianaga teng bo'ladi. Sababi medianalar bitta nuqtada kesishadi. Demak, bizda 3 ta mediana hosil bo'ldi va medianalarimiz bizda yuzalari teng bo'lgan 6 ta uchburchakni hosil qiladi. Ya'ni uchburchagimizni 3 ta mediana chiqaradigan bo'lsak, bizda yuzalari teng bo'lgan 6 ta uchburchak hosil bo'ladi. Bu medianamizning xossasi. Demak, bu yerning yuzi ham 8 ga teng, bu yerning yuzi ham 8 ga teng. Demak, bizda kelib chiqadi S A D G K yuzamiz 16 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, yuzamiz 16 ga teng. Davom etamiz. Endi 22-misolga o'tamiz. 22-misolimizda agar uchburchak ABCda B burchagimiz 90 gradusga, A burchagimiz 90 gradus va BD tomonimiz 4 ga teng. Demak, mana bu yer 4.
DS tomonimiz 4 ildiz ostida 2 ga teng. Demak, mana bu 4 ildiz ostida 2 ga teng. D bisektrisalar kesishish nuqtasi bo'lsa, BS tomonini toping. Ya'ni mana bu X tomonini topishimiz kerak. Xo'p. Buning uchun nima qilamiz? Bisektrisa bo'lgandan keyin mana bu yerni alfa burchak desam, bu yer ham alfa bo'ladi. Mana bu yerni beta burchak desam, bu yer ham beta burchak bo'ladi. Demak, bu 3 burchakni ichki burchaklarining 90 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu yer 90, demak, ikkita alfaga ikkita betani ko'rsam, menda hosil bo'lishi kerak 90 gradus. Bu yerdan kelib chiqadi, alfaga betani ko'rsam, menda hosil bo'ladi, demak 45 gradus. Demak, mana bu burchak va mana bu burchakni ko'rishganim 45 bo'lsa, D burchagim menda hosil bo'lishi kerak 135 gradus. Sababi BDS uchburchagimizning ham ichki burchaklariga nisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Demak, men x ni topishim uchun kosinuslar teoremasidan foydalanaman. Ya'ni kosinuslar teoremasi quyidagicha. Demak, x ning kvadrati teng bo'ladi. Demak, 4 ning kvadratiga qo'shaman 4 ildiz ostida 2 ning kvadratini, mana bu 2 minus 2 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 4 ildiz ostida 2 ko'paytiruv kosinus 135 gradus. Demak, buni hisoblaymiz. Demak, 16 plus bu hosil bo'ladi 32 minus 2 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 4 ildiz ostida 2 ko'paytiruv. Demak, kosinus 135 dagi qiymati bu minus ildiz ostida 2 taqsim 2 ga teng. Demak, mana bu 2 bilan mana bu 2 ni qisqartirib yuboraman. 16 ga 32 ni qo'shadigan bo'lsam, menda hosil bo'ladi 48 va mana bu minus bilan mana bu minusimiz ikkalasi plusga aylanib ketadi va 4 ga ko'paytirsam 16 va mana bu ildiz ostida 2 bilan ko'paytirsam 2 hosil bo'ladi. Demak, bu yerdan hosil bo'ladi 48 plus 32, ya'ni bu 80 ga teng ekan. Demak, x ning kvadrati menda chiqdi 80. Bu yerdan x teng bo'ladi ildiz ostida 80 ga. Ya'ni buni ham soddalashtiradigan bo'lsak, bu 4 ildiz ostida 5 ga teng bo'ladi ekan. Demak, bizda BS kesmamiz 4 ildiz ostida 5 ga teng ekan. Ya'ni javobimiz B javob bo'ladi ekan. Endi 23-misolimizga o'tamiz. Bizda AOS burchagimiz 90 gradus ekan, ya'ni mana bu yer 90. AB tomonimiz mana bu yer 4 ekan. BS mana bu yer 9 ekan. Chizmamizda uncha o'xshab qolmagan, ya'ni kesmalar uzun kesmamiz kichik bo'lib qolgan, lekin misolimizni ishlashda davom etamiz. Chizmamiz xatoroq bo'lganligi sababli baribir davom etamiz. Bo'lsa, bo'yalgan sohaning yuzini toping debdi. Demak, pi ni 3 deb olishimiz kerak ekan. Xo'sh, bo'yalgan sohaning yuzimiz, ya'ni mana bu yer bo'yalgan. Mana bu yer va mana bu yer bo'yalgan ekan. Demak, biz bo'yalgan sohaning yuzini topishimiz uchun mana bu AOS uchburchak yuzidan mana bu yerdagi deylik sektorni deylik yoki bo'lmasam doiraning 4dan 1ning yuzini ayirib tashlasak bo'ldi. Demak, men bularni hisoblashim uchun mana bu yerdan balandlik tushirib olaman. Balandlik mana bu yerga urinmaga perpendikulyar bo'lib tushadi. Demak, bizda to'rtburchakli uchburchagimizni balandligi xossasi bor, ya'ni h ning. Bu o'zi ajratgan kesmalarning o'rta geometriga teng. Bu hashimiz ham nimaga teng? Bu hashimiz mana bu aylanamizning radiusga teng. Demak, h deganim radiusga teng. Demak, men h ni topib olaman. H deganim o'zi ajratgan kesmalar, ya'ni 4 va 9 ning o'rta geometriga teng, ya'ni 4 ko'paytiruv 9. Bundan kelib chiqadi hashimiz 6 ga teng. Demak, radiusimiz ham 6 ga teng ekan. Endi 6 bo'ladigan bo'lsa, men topib olaman. Yuzani, ya'ni S yuzani topaman. S yuzamiz, ya'ni AOS uchburchak yuzini topaman. AOS uchburchak yuzini topishim uchun men AO ni OS ga ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. Yoki AH taqsim 2 formasidan foydalansam, AC ni H ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimga teng. Ya'ni AC degan kesmamiz bizda jami
13 ga teng, h'imiz 6 ga teng, bo'lamiz 2 ga. Demak, 6 bilan 2 ni qisqartsam bir 3 qoladi. Demak, bizda hosil bo'ladi 39. Demak, uchburchakimizning yuzi 39 ga teng ekan. Endi mana bu yerdagi yuzamiz, bu mana bir 90 gradus. Demak, bu aylanamizning 4 dan 1 ga teng yuzasining. Demak, S doira deylik. Doiraning yuzini topib olaman. Bu pi r kvadrat formasi bilan topiladi. Ya'ni pi ni o'rniga 3 ni qo'yaman, r ni o'rniga 6 ni qo'yaman. Ya'ni bu 36 ga teng. Demak, bu ham bo'ladi. 36 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam, menda hosil bo'ladi 108. Demak, 108 yuzamizning 4 dan 1 ni topishimiz kerak. Ya'ni mana bu S shtrix deb oladigan bo'lsam, bu yuzani S shtrixni topishim uchun S ni bo'laman 4 ga. Sababi 4 dan 1 qismi. Ya'ni 108 ni bo'laman 4 ga. Bu menda hosil bo'ladi 27. Demak, men bo'yalgan sohani yuzini topishim uchun S A O S yuzidan ayiraman S shtrixni. Ya'ni 39 dan ayiraman 27 ni. Menda hosil bo'ldi, demak 12. Demak, bo'yalgan sohamizning yuzi 12 ga teng ekan. 12 degan javobimiz bizda C javob ekan. Endi 24-misolimizga o'tamiz. Hurmatli ustozlar, rasmda berilgan ma'lumotlar va BS tomonimiz 4 ildiz uch ekanligidan suv hajmini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bizda bu chizmamiz ham sal xatoroq bo'lib ketgan. Ya'ni mana bu yerdagi AC kesmamiz bilan mana bu kesmamiz bir-biriga parallel bo'lishi kerak edi. Demak, mana bu yerimiz 30 gradus, mana shu yer parallel aslida. Mana bu yer 30 gradus. Demak, BS tomonimiz 4 ildiz 3. BS ya'ni mana bu 4 ildiz ostida 3 ga teng. Suv hajmini topishimiz kerak. Demak, bu yer 30 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer ham 30 gradusga teng bo'ladi. Mana bu yerni tutashtirib yuboradigan bo'lsam, bu yer menda ikkita radiusni beradi. Demak, men tangensdan foydalanib radiusni topishim mumkin. Ya'ni silindrimizni radiusini. Demak, tangens 30 gradusda teng bo'ladi ikkita rning 4 ildiz 3 ga nisbati. Demak, tangens 30 gradusdagi qiymati bizda 1 taqsim ildiz 3 ga teng. Bu ham 2r taqsim 4 ildiz 3 ga teng. Demak, ildiz 3larni qisqartirib yuborsam, menda hosil bo'ladi r teng 2. Demak, radiusimiz 2 ga teng ekan. Endi buni hajmini topishimiz uchun tasavvur qiling, mana shu yerdan silindrimizni kesdik. Mana bu yerdan kesib oldik. Bizga yuqori qismi kerak yo'q. Va mana bu silindrimizni diagonali bo'ldi. Demak, biz mana shu kesib olgan silindrimizning hajmini, to'liq hajmini topib, uni 2 ga bo'lsak bo'ldi ekan. Shunda bizning suvning hajmi kelib chiqar ekan. Demak, silindrning hajmi bizda bo'ladi. Asosining yuzini balandlikka ko'paytirishimizga teng. Demak, pi r ning kvadratini ko'paytiramiz BS ga. Bizda bu yerda BS balandlikka teng bo'lib turibdi. Demak, pi ko'paytiruv radiusimiz 2 ga teng, ya'ni 4 ko'paytiruv 4 ildiz ostida 3. Bu demak bo'ladi bizda 16 pi ildiz osti 3 ga teng. Demak, yuzamiz 16 ildiz osti 3 pi ga teng bo'ldi. Demak, biz V suvning hajmi bizda V silindr hajmining yarmiga teng bo'ladi. Demak, 16 pi ildiz osti 3 ni bo'lamiz 2 ga. Demak, bu 8 ildiz ostida 3 pi ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz C javobga teng bo'ladi ekan. Endi 25-misolimizga o'tamiz. 25-misolimizda aytib qo'yibdi, konusning yasovchisi va balandligi nisbati 17 bo'lingan 15 bo'lsa, kesik konus ok kesimi yuzini toping debdi. Xo'p, topamiz. Bizda balandlikning yasovchisiga nisbati. Ya'ni mana bu yerimiz yasovchi. Mana bu yerdan balandlik tushirib beraman. Demak, bu yerni 17x deb olaman, balandlikni 15x
x deb olaman. Mana shu nisbatni berib qo'yibdi va bizdan so'ragani ok kesimining yuzi. Ok kesimi mana bu yer. Mana bu trapetsiya mana. Tutashtirib olsam trapetsiya hosil bo'ladi. Mana shu trapetsiyaning yuzini topishim kerak ekan. Demak, topamiz. Mana bir 17x, bir 15x. Demak, topishni davom etamiz. Mana bu radius 11 ga teng, pastining radiusi 27 ga teng. Demak, men mana bu yerdan ham balandlik tushirib yuboradigan bo'lsam, demak, mana bu yerdagi jami kesma menda hosil bo'ladi 22, sababi ikkita radius. Demak, mana bu yerdagi jamisi bizda ikkita katta yerga teng, ya'ni bu 54 ga teng bo'ladi. Demak, 54 dan 22 ni ayiradigan bo'lsam, mana bu yerdagi kesmalar yig'indisi kelib chiqadi. Demak, 54 dan 22 ni ayiramiz bizda 32 ga teng va uni ham 2 ga bo'lib yuborsam, demak, bir 16 va 16 hosil bo'ladi ekan. Jami qo'shib chiqsam 54 hosil bo'ladi. Demak, balandligimiz mana bir 90 gradus ostida tushadi va biz mana shu uchburchakdan, to'g'ri burchak uchburchakdan x ning qiymatini topib olamiz. Chunki bizga balandlik topishimizda x kerak bo'ladi. Demak, x ni topadigan bo'lsam, 17x ning kvadrati teng bo'ladi. Demak, 15x ning kvadrati plus 16 ning kvadratiga. Demak, 15x ni tenglikning bu yog'iga o'tirib o'raman. Demak, 17x ning kvadrati minus 15x ning kvadrati teng 16 ning kvadratiga. Buni a kvadrat b kvadrat formulasi yordamida yozib olsam, demak, dastlab 17x ga 15x ni qo'shaman. Menda hosil bo'ladi 32x. Endi ayiradigan bo'lsam 2x hosil bo'ladi. Demak, bu 16 ning kvadratini 16 ko'paytirib 16 shaklida yozaman. Va 32 bilan 16 ni qisqartirsam bu yerda 2 qoladi. Demak, 2 va 16 ni qisqartirib yuborsam bu yerda 4 qoladi. Demak, x ning kvadrati 4 ga teng. Demak, hosil bo'ladi x teng 2. Demak, x topib oldik. Demak, bizda balandligimiz 15x ga teng edi. Demak, bu 30 ga teng bo'ladi ekan. Endi ok kesimining yuzi trapetsiya, uni yuzini topish uchun asoslar yig'indisining yarmiga balandlikni ko'paytiramiz. Demak, birinchi asosimiz 22 ga teng, ya'ni yuqori asosimiz. Pastki asosimiz 54 ga teng, 2 ga bo'lamiz va 30 ga ko'paytiramiz. Demak, bizda bularni qisqartirib olsam, bu yerda 15 qoladi. Demak, 22 ga men qo'shib olishim kerak 54 ni. 22 ga 54 ni qo'shadigan bo'lsam, bu 76 ga teng bo'ladi. Ko'paytiraman 15 ga. Demak, 76 ni ko'paytiramiz 15 ga. Bizda hosil bo'ladi, demak, 1140 hosil bo'ladi. Demak, yuzamiz 1140 ga teng ekan. Endi bizni mana bu PDF shaklimizda kalitlari ko'rinmay qolgan ekan. Buning uchun uzr so'raymiz. Demak, javobimiz 1140 ga teng ekan. Endi 26-misolimizga o'tamiz. Masalamizga piramida asos tomonlari 6, 8 va 10 ga teng. Va barcha ikki yoqli burchaklari dedi 60 gradusga teng bo'lsa, piramida hajmini topishimiz kerak ekan. Xo'p. Demak, bu piramidamiz tomonlari 6, 8, 10 bo'ladigan bo'lsa, demak, bu asosi to'g'ri burchakli uchburchakdan iborat ekan. Demak, ikki yoqli burchak degani yon yog'ining balandligi va asosining radiusi orasidagi burchak. Shu 60 gradusga teng ikki yoqli burchak degani. Men buni boshqa shaklda yozib olaman. Dastlab piramidani chizib oladigan bo'lsam, to'g'ri burchakli piramida 1 10, 1 8, 1 6. Demak, mana bu yer ichki chizilgan aylananing markazi mana bir kichik yerga teng, mana bir yon yog'ining balandligiga. Demak, mana shu yerdagi burchagimiz 60 gradusga teng. Bu yerdan tushirib yubordim, bu balandlikka teng bo'ladi. Demak, shuni mana birga chizib olaman. Mana bir piramidaning balandligi, mana bir radius, mana bir 60 gradusga teng. Demak, men hajmini topishim uchun menga balandlik kerak bo'ladi. Balandlikni topish uchun esa menga mana bu asosiga ichki chizilgan aylananing radiusi kerak bo'ladi. Demak, men radius topib olaman.
bu a plus b minus taqsim 2 formasi yordamida topiladi. Bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun. Demak, 6 ga qo'shaman 8 ni ayiraman 10 ni bo'laman 2 ga. Demak, menda hosil bo'ladi 2 hosil bo'ldi ekan. Demak, ichki zilga aylan radiusi 2 ga teng ekan. Endi tangens 60 gradusdan foydalanamiz. Demak, tangens 60 gradus deganim karsda katetning yopishgan katetga nisbati, ya'ni h ning r ga nisbati. Shu yerdan h ni topadigan bo'lsam, r tangens 60 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni 2 ko'paytiruv tangens 60 gradusdagi qiymati ildiz ostida 3 ga teng. Ya'ni bu 2 ildiz ostida 3 ekan. Endi hajmini topamiz. Hajmini topish uchun piramida hajmi 1/3 s asos ko'paytiruv h formasi yordamida topiladi. Demak, 1/3 asosini 100. To'g'ri burchak uchburchakda asosini 100 ni topish uchun katetlar ko'paytmasining yarmi, ya'ni 6 ni 8 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Balandligimiz 2 ildiz ostida 3 ga teng. Demak, bularni hisoblab olamiz. 2 bilan 2 qisqarib ketadi. 3 bilan 6 qisqarib bu yerda 2 qoladi. Demak, bizda hosil bo'ladi 16 ildiz ostida 3. Demak, hajmimiz 16 ildiz ostida 3 ga teng ekan. Ya'ni javobimiz C bo'ladi ekan. Endi 27-misolimizga o'tamiz. Buni ham sharti to'liq tushunmay qolgan. Sharti quyidagicha: tengsizlikning butun yechimlari yig'indisini toping degan edi sharti. Demak, topamiz. Hop. Yechilishini mana shu yerga yechib ko'rsataman. Tengsizlikning butun yechimlari. Demak, birinchi mana bu ildiz bo'lgan sababli bu ildizimizning aniqlanish sohasini olishimiz kerak. Sababi bu har doim 0 dan katta bo'lishi kerak. Va ikkinchi sharti bu irratsional tengsizlik bo'lganligi sababli ikkala tarafini kvadratga ko'tarib olamiz. Va ikkalasining kesishmasini topishimiz kerak. Demak, dastlab ildiz ostidagi ifodani 0 dan katta yoki teng deb ishlab olaman. Demak, mana bu yerga yozaman. Demak, 7 minus x kvadrat plus 6x bu katta yoki teng bo'lishi kerak 0 dan. Demak, buni minusga bo'lib yuborsam, x kvadrat minus 6x minus 7 kichik yoki teng bo'lishi kerak 0 dan. Buni 2 ga ajratib olaman. Demak, x minus 7 x plus 1 bo'lib ajraladi. Kichik yoki teng 0 dan. Sonlar o'qinisida degan bo'lsa, demak, menda hozir bo'ladi 7, mana bu yer minus 1. Demak, bu bo'ladi plus minus plus bo'lib biz manfiy oraliqni olamiz. Ya'ni javobimiz minus 1 dan 7 gacha ekan. Bu aniqlanish sohasi. Endi kvadratga ko'tarib olaman. Kvadratga ko'tarib oladigan bo'lsam, 7 minus x kvadrat plus 6x bu demak kichik bo'ladi. 2x plus 6 ning kavis kvadratidan. Demak, buni kavis kvadratga oshirib olaman. Demak, 7 minus x kvadrat plus 6x kichik yoki teng 4x kvadrat plus 24x plus 36 ga. Hammasini mana bular tenglikning narigi tarafiga o'tirib borsam, demak, menda hosil bo'ladi 5x kvadrat plus 18x plus 29 katta yoki teng 0 dan. Buni diskriminantni hisoblaymiz. Demak, 18 ning kvadrati 324 ga teng. Ayiraman 4 ko'paytirib 5 ko'paytirib 29 ni. Ya'ni bu yerda hosil bo'ladi 324 minus, demak, 4, 5 va 9 ning ko'paytmasi, ya'ni 29 ning ko'paytmasi menda hosil bo'ladi 580. Bu ayirmani hisoblaydigan bo'lsak, bu 0 dan kichik son chiqadi. Demak, 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, mana bu tengsizligimiz bu har doim 0 dan katta ekan. Demak, bizda faqatgina mana bu qoladi. Demak, mana shu oraliqdagi yechimlari yig'indisini topsak bo'ldi. Demak, bu yechimlar yig'indisi minus 1 ga qo'shaman 7 ni bo'laman 2 ga. Bizda demak 9 ta son bor. Sababi minus 1 va 0 ham bor. 1 dan 7 gacha 7 ta son bor. Demak, 9 ga ko'paytiraman. Bu ham hosil bo'ladi demak 3 ko'paytiruv 9 ga, ya'ni 27 ga. Demak, javobimiz 27 ekan. Buning ham kalitlari to'liq tushmay qolgan shekilli. Bor ekan. Demak, javobimiz 27 ga teng ekan. Endi 28-masalamizga o'tamiz. Ehtimollikka doir.
Demak, sharti quyidagicha. Birinchi idishda 10 ta shar bo'lib, ularning 8 tasi oq. Ikkinchi idishda 20 ta shar bo'lib, ularning 4 tasi oq. Har bir idishdan tavakkaliga bittadan shar olinib, keyin bu ikki shardan yana bitta shar tavakkaliga olindi. Oq shar olinganlik ehtimolini toping debdi. Xo'p, topamiz. Demak, bizda ikkita idish bor ekan. Mana bu birinchi idish. Mana bu ikkinchi idish. Shu ikkalasidan mana bu uchinchi idishga shar olingan. Mana shu uchinchi idishdagi olingan sharimiz oq chiqish ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Demak, bizda birinchi idishda 10 ta shar bor. Demak, 8 tasi oq. Demak, 8 tasi oq. Demak, qolgan ikkitasi biror boshqa rang, ya'ni deylik qora. Ikkinchi idishimizda 20 ta shar bor. 4 tasi oq. Demak, 4 ta oq. Demak, qolgan 16 tasi qora deylik. Mana bu idishimizda 2 ta shar bor. Ya'ni bulardan olingan sharlar. Mana shu 2 ta shardan bittasi oq bo'lish ehtimolligini topishimiz kerak. Xo'p, men dastlab birinchi idishdan, birinchi holatdan boshlayman. Demak, birinchi holat bo'lsin. Birinchi holatimizda birinchi idishdan ham oq shar olaman, ikkinchi idishdan ham oq shar olaman. Demak, birinchi idishdan oq shar chiqish ehtimolligi bu 10 dan 8 ga teng. Ko'paytirish, ikkinchi shardan oq chiqish ehtimolligi 20 dan 4 ga teng. Endi men ikkalasidan ham oq oldim. Demak, menda 3-idishimda hosil bo'ladi 2 ta oq shar. Undan oladigan oq sharimni chiqish ehtimolligi bu 1 ga teng bo'ladi. Sababi ikkalasi ham oq shar uning. Demak, buni hisoblab olamiz. Hisoblaydigan bo'lsam 4 taqsim 5 ko'paytiruv 1 taqsim 5 ko'paytiruv 1. Ya'ni bu 4 taqsim 25 ga teng bo'ladi ekan. Endi ikkinchi holatni ko'ramiz. Ikkinchi holatimizda birinchi idishdan oq shar olaman, ikkinchi idishdan qora shar olaman. Demak, birinchi idishdan oq shar chiqish ehtimolligi 10 dan 8 ga teng. Ikkinchi idishdan qora shar olish ehtimolligim 20 dan 16 ga teng. Endi mana bu uchinchi idishimda hosil bo'ladi bitta oq va bitta qora. Demak, u yerdan oq chiqish ehtimoligi esa 2 dan 1 ga teng bo'ladi. Sababi ikkita shardan bittasi oq. Buni hisoblab olamiz. Demak, hisoblaydigan bo'lsam 4 taqsim 5 bu bo'ladi 4 taqsim 5 ko'paytirib 1 taqsim 2. Demak, bu ham hosil bo'ladi 8 taqsim 25. Endi uchinchi holatga o'taman. Uchinchi holatda birinchi idishdan men qora shar olaman, ikkinchi idishdan oq shar olaman, uchinchi idishga solaman. Demak, birinchi idishdan qora shar chiqish ehtimolligi bu 10 dan 2 ga teng. Ikkinchi idishdan oq shar chiqish ehtimolligi bu 20 dan 4 ga teng. Endi uchinchi idishimda hosil bo'ldi yana bitta oq va bitta qora. Undan oq chiqish ehtimolligi menda yana 2 dan 1 ga teng bo'ladi. Demak, buni ham hisoblab olamiz. Demak, bu bo'ladi 1 taqsim 5 ko'paytiruv 1 taqsim 5 ko'paytiruv 1 taqsim 2. Ya'ni bu 1 taqsim 50 ga teng bo'ladi ekan. Endi 4-holatim quyidagicha bo'ladi. Buni yozib o'tirmayman. 4-holatim ikkalasidan ham qora shar olib bilaman. Ya'ni birinchisidan ham qora shar, ikkinchisidan ham qora shar olsam, demak, menda 3-idishimda hosil bo'ladi 2 ta qora shar. 2 ta qora shar bo'ladigan bo'lsa, undan oq chiqish ehtimolligi 0 ga teng bo'ladi. Sababi ikkalasi ham qora uning. 4-shartimni yozib o'tirmayman. Sababi uning ehtimolligi 0 chiqadi. Endi mana shu topgan ehtimolliklarimizni yig'indisini topamiz. Shunda bizda hosil bo'ladi oq shar chiqish ehtimoligi. Demak, 4 taqsim 25 ga qo'shaman 8 taqsim 25 ni, qo'shaman 1 taqsim 50 ni. Demak, bularga 2 dan bunga ham 2 dan mahlash berib yuborsam, demak, menda hosil bo'ladi 8 plus 16 plus 1 taqsim 50. Bu yerdan hosil bo'ladi demak 25 taqsim 50. Bu ham 1 taqsim 2 ga teng ekan. Demak, ehtimolligimiz 1 taqsim 2, ya'ni 0,5 ga teng bo'ladi ekan. Endi 29-misolimizga o'tamiz. 29-misolimizda demak trapetsiya berib qo'yibdi ekan. ABCD va kichik asos 4 ga teng, katta asos 12 ga teng. Biz topishimiz kerak ABY uchburchak yuzining
SDYB to'rtburchak yuziga nisbatini topishimiz kerak. Mana bu yerlar nisbati berib qo'yibdi, ya'ni 2 bo'lingan 1, mana bu 2x, mana bu yer x deb berib qo'yibdi. Men dastlab yuqoridagi bir trapetsiyaga doir masalamizda ko'rsatgan edim. Mana shu nisbatlar qanday bo'lingan bo'lsa, mana bu yerdagi balandliklarimiz ham shunday nisbatda bo'linadi. Ya'ni mana bu yerni h deb oladigan bo'lsam, demak bu yer 2h ga teng bo'ladi. Mana bu yer. Shunday xossani aytib o'tib ketgan edim. Mana shulardan foydalanamiz. Demak, men dastlab ABG uchburchak yuzini topaman. Demak, SABY uchburchak yuzini topishim uchun 12 ni h ga ko'paytirib 2 ga bo'laman. Demak, bu yerdan hosil bo'ldi 6h. Endi men mana bu SDYB to'rtburchakni yuzini topishim uchun men katta trapetsiyani yuzidan mana bu AYB uchburchakning yuzini ayirishim kerak. Demak, shuni ham yozib qo'yaman. SDYB ning yuzini topishim uchun S trapetsiya yuzidan ayiraman SABY ni. Demak, trapetsiyani yuzi nimaga teng? Trapetsiyani yuzi asoslari yig'indisining yarmini balandlikka ko'paytamiz. Ya'ni birinchi asos, kichik asosimiz 4, katta asosimiz 12 bo'laman 2 ga balandligimiz bizdan hosil 3h hosil bo'ladi. Shundan ayiraman 6h ni. Demak, 4 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsam 16, 2 ga bo'lsam 8, 3h ga ko'paytsam bu 24h hosil bo'ladi. Demak, bundan ayiraman 6h ni. Ayiradigan bo'lsam bu yerda 18h hosil bo'ladi ekan. Demak, endi yuzalar nisbatini topsam bo'ladi. Mana bu yerga topib ko'rsataman. Demak, SDYB mana bu suratida SABY. Demak, ABY ning yuzasi menda 6h ga teng, SDYB ning yuzasi menda 18h ga teng. Buning nisbati menda hosil bo'ladi 1/3. Demak, yuzalar nisbati 1/3 ga teng ekan. Endi 30-chi misolimizga o'tamiz. Demak, y teng x va y teng 0 va ildiz ostida x plus ildiz ostida y teng 2 funksiyalar bilan chegaralangan sohaning yuzini topishimiz kerak ekan. Xo'p, topamiz. Buni topishdan avval dastlab buning grafikini chizib olaylik. Xo'p, grafikimiz quyidagicha bo'ladi. Grafik chizib olamiz. Demak, grafikimiz quyidagicha. Demak, bu yer x, bu yer y. Demak, men mana bu funksiyani grafikini chizadigan bo'lsam, demak, dastlab x ga 0 ni qo'ysam, menda y ham hosil bo'ladi, 4 hosil bo'ladi. Endi y ga 0 ni qo'ysam, x da hosil bo'ladi 4. Demak, biz bu funksiyamiz grafiki mana bunday ko'rinishda bo'ladi ekan, ya'ni mana bunday bo'lib o'tadi ekan grafik. Endi y teng x funksiyamizning grafiki mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bular demak mana bu yerda kesishar ekan. Va y teng 0 degani bu x o'qining o'zi. Demak, men mana bu yerda hosil bo'lgan yuzani topishim kerak. Bu yuzani topishim uchun mana bu yerda bir kesishgan nuqtasini topib olaman. Mana bu yerda kesishgan nuqtasi. Buni kesishgan nuqtasini topishim uchun mana bu funksiya y o'rniga x qo'yib olaman. Demak, menda hosil bo'ladi ildiz ostida x plus ildiz ostida x teng 2 ga. Demak, ikkita ildiz ostida x teng bo'ladi menda 2 ga va ildiz ostida x 1 ga teng. Bu yerdan kelib chiqadi x teng 1. Ya'ni mana bu yerdagi nuqtamiz 1 ga teng ekan. Men demak, mana bu kesma ham 1 ga teng, mana bu yer ham 1 ga teng. Demak, men mana bu yuzani topib olaman. Bu yer to'g'riburchak, uchburchak. To'g'riburchak, uchburchak yuzni topishim uchun buni S1 deb oladigan bo'lsam, katetlar ko'paytmasining yarmi. Demak, bir kateti 1 ga teng, ikkinchisi ham 1 ga teng bo'laman 2 ga. Ya'ni bu 1/2 ga teng bo'ladi ekan. Endi qolgan mana bu yerdagi yuzamiz, mana bu yerdagi yuzamiz, buni biz integral yordamida topamiz. Integralimiz quyidagicha bo'ladi. Integralni yozishdan avval men mana bu funksiyadan y ni topib olaman.
Demak, y topishim uchun ildiz osti x ni tenglikning o'ng tarafiga o'tib olsam, demak, ildiz osti y teng bo'ladi 2 minus ildiz osti x ga. Buni kvadratga ko'tarib olgan bo'lsam, demak, y teng bo'ladi 2 minus ildiz osti x ning kvadrati. Bu ham teng bo'ladi, demak, 4 minus 4 ildiz osti x plus x ga. Endi integralni yozaman. Demak, yuzamiz integral yordamida topiladi. Demak, integral buni chegarasi mana bu 1 edi, mana bu 4. Demak, bu 1 dan 4 gacha bo'ladi. Qavsning ichida 4 minus 4 ildiz ostida x plus x dx ga. Demak, bu ham teng bo'ladi. Boshlang'ich olishni boshlaymiz. Demak, 4 dan boshlang'ich 4x ga teng minus 4 ko'paytiruv ildiz osti x ning boshlang'ichi, demak, x ning 3 taqsim 2-chisi taqsim 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Plus x dan boshlang'ich x kvadrat taqsim 2 ga teng. Chegaramiz 1 dan 4 gacha. Demak, mana shuni hisoblaymiz. Hisoblashdan oldin ozgina soddalashtirib olaman, ya'ni 4x minus, demak, 2 tepaga chiqib ketsa, bu 8 taqsim 3 ko'paytiruv x ildiz osti x bo'ladi. Plus x ning kvadrat taqsim 2. Demak, chegaramiz 1 dan 4 gacha. Endi 4 ni qo'yib chiqaman. 4 ni qo'ysam menda hosil bo'ladi. Demak, 16 minus 8 taqsim 3 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 2 hosil bo'ladi. Plus 16 ning kvadrati. Ya'ni 4 ning kvadrati 16, yarmi 8 ga teng. Ayiraman, qavsning ichida endi 1 ni qo'yaman. 1 ni qo'ysam 4 minus 8 taqsim 3 plus 1 taqsim 2. Demak, hisoblashni boshlaymiz. 16 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsam 24 minus 64 taqsim 3 minus mana bu yerda 4 plus 1 taqsim deyapman 8 taqsim 3 minus 1 taqsim 2. Demak, 24 dan 4 ni ayiradigan bo'lsam 20 ga teng. Mana bu ikkalasi bo'ladi menda minus 56 taqsim 3 minus 1 taqsim 2. Demak, buni ham soddalashtirib hisoblaydigan bo'lsam, mana bunga 3 ta mahraj berib boraman. Demak, 60 dan ayiraman 56 ni bo'laman 3 ga minus 1 taqsim 2. Demak, bu 4 taqsim 3 minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Endi men jami yuzani topishim uchun jami mana buni s yuza deydigan bo'lsam, s yuzaga qo'shaman s1 ni. Menda s yuzam chiqdi. 4 taqsim 3 minus 1 taqsim 2 chiqdi. Shunga qo'shishim kerak 1 taqsim 2 ni. Ya'ni mana bu s1 yuzamiz 1 taqsim 2 chiqqan edi bizda. Demak, 1 taqsim 2 lar yo'qolib ketadigan bo'lsa, demak, bizda qoladi 4 taqsim 3. Demak, bizda yuzamiz 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Demak, 4 taqsim 3 degan yuzamiz bizda buning ham kalitlari xato tushib ketgan. Bu xatolik uchun uzr so'raymiz. Kalitlari testni qaytadan tashab beraman. O'shanda kalitlari to'g'rilangan. Demak, yuzamiz bizda 4 taqsim 3 ga teng. Shu bilan 30 talik yechimimizni yakunlaymiz. Keyingi videomizda demak 31-dan va 35-gacha bo'lgan testlarning yechimini ko'rib boramiz. Hammaga rahmat.